alaykum. Tomosha qilayotganingiz YouTube'dagi hozircha shu kanali Rakamena Shahriyor Amonov. Ayni damda men Amerika Qo'shma Shtatlari Texas shtatining Houston shahrida turibman va mana bu insonlar bu O'zbekistonimizdan Jahon chempionati 2026 futbol bo'yicha milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun okean ortiga tashrif buyurishgan. Hozirda mana shu maydonda Filadelfiyadagi Asr supermarketi tomonidan maxsus milliy oshimiz tayyorlanyapti va futbol muxlislari Portugaliyaga qarshi bo'ladigan uchrashuvga muxlislik uchun tayyorgarlik jarayonini boshlashmoqchi. Va bugungi dasturimizni aynan mana shu jarayondan olib boramiz. Hamma mende turinglar, bir. Ketganlar. Achkiymi okini sindirib yubordim, nima bildinglarmi? Pul asqama kelinglar. Qo'llar, mana. Uyoqqa, uyoqqa. Ular uyoqqa. Köpler doğurlar, Odin'de yürür, Bezdin Özbekler, Temuriler geldi. Samarqandcha osh bo'lyapti futbol muxlislariga atalgan Asr supermarketi. Shaxsan Azamat akamizning o'zlari kelgan Filadelfiyadan 1600 mayl, bu taxminan 3000 kilometr, shundaymi? Mana shu mashinada kelishgan. Futbol muxlislari esa tayyorgarlik jarayoni davom etyapti. Hilton mehmonxonasi qarshisida.
Tayyorgarlik jarayoni ham o'z nihoyasiga yetdi. Shu bilan birga dasturimiz ham o'zining nihoyasiga yetdi. Osh tarqatildi futbol muxlislariga. Umid qilamizki, Portugaliyaga qarshi bo'ladigan uchrashuvda yigitlarimizga omad tilaymiz. Bizga g'alaba suv va havodek zarur. Umid qilamizki, yigitlarimiz buni eplashadi. Navbatdagi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.